Assalomu alaykum hammaga. Bugun uy sharoitida 300 gramm to'y oshini qanaqa qilishni ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar hamma narsani deyarli 300-400 grammdan olib chiqamiz. Sabzi taxminan 3 ta dona, sariq sabzi va bitta qizil sabzi 350 gramm taxminan chiqqan. Shunaqa yirik qilib to'g'rashga harakat qilinglar. Sababi qancha maydaroq to'g'rasanglar, u pishirgan paytimizda deyarli yo'q bo'lib, ko'zga ko'rinmaydigan bo'lib ketib qoladi. Go'shtimiz ham taxminan 300-350 gramm atrofida. Ozgincha yog'liroq go'shtlardan qo'shsanglar yana ham ovqatinglar mazaliroq chiqadi. Biz ovqatga odatda dumba yog'idan solmaymiz, sababi uydagilarimiz o'sha dumba yog'ini yoqtirishmaydi. Shuning uchun men go'shtni sal yog'liroq joyidan foydalanaman. U ham go'sht yog'i chiqadi, ham ovqatga o'ziga xos bo'lgan maza beradi. Guruchimiz ham 300 gramm lazr guruchi. Piyozimizni bitta dona piyoz, kichkinagina piyoz, taxminan 60-70 grammlik kichkinagina piyozimiz to'raldi. Ozginchagina no'xat ko'rib turibsizlar, suvda yutib qo'yilgan. Iloji bo'lsa uni bir kun oldin yutib qo'yishinglar kerak, bo'lmasam pishmay qolish ehtimoli bor. No'xatimiz ham unaqa ko'p emas, taxminan 50 gramm atrofida. Va mayzimiz u ham juda ham kam miqdordagina, chunki ovqatimiz ko'p qilayotgani yo'q. O'zi oilada biza 3-4 tagina kishimiz, bitta chiroyli lagan chiqsa, shuni o'zi yetadi. Unaqa ko'p yemaymiz va ortib qolib, ertasi kunlarga ham qolib ketmaydi. Bitta o'tirganda bittada maza qilib yeyishga yetadigan masalliq qilindi hozir. Albatta qo'shimchasiga tuz va yog'dan foydalanamiz. Buni hozir tayyorlash jarayonida qancha kerakligini aytib o'taman. O'zingizlarga kerak bo'lsa yozib olasizlar va kommentariyada va opsiyaniyada ham bu haqida ma'lumot berib ketaman. Bu kamgina ovqatimizga taxminan 50 gramm yog' solamiz. Bu bitta pelani yarmi yoki yarmidan sargina ko'proq hisoblanadi. Go'shtimizdan ham yog' chiqishini hisobga olgan holatda unaqa ko'p yog' qo'sha olmanglar, bo'lmasam tegi yog' bilan jiqqa bo'lib qoladi. Yog'imiz yaxshilab qizigandan keyin birinchi navbatda ko'pchilik aytadi, piyozni oldin solib qizartirib olishinglar kerak deydi. Men ko'pincha bunaqa ish qilmayman. Hozir nimagaligini tushuntiraman. Bunaqa paytda birinchi bo'lib go'sht solaman men. Go'shtni yaxshilab qovurib olishga harakat qilaman. Ana undan keyingina piyoz solaman. Go'shtni yaxshilab qizartirib olasizlar. Erinmasdan, hech ham qo'rqmanglar, kuyib ketyapti, boshqa qilyapti deb o'ylamanglar. Yaxshilab qizarib olguncha go'shtni qovuramiz. Ana undan keyingina piyoz solamiz. Sababi, mana endi tushuntirib o'taman. Agarda birinchi bo'lib piyozni qovuradigan bo'lsangiz, biz hozir to'y oshi qilyapmiz. To'y oshida piyoz unaqangi qizarib ketmasligi kerak, bo'lmasam ovqatimizni jigarrang bo'lib, xuddi choyxona palovga o'xshab qoladi. Endi birinchi bo'lib piyozni soladigan bo'lsangiz, piyozni qizartirib oldingiz, ketidan keyin go'sht solasiz. Go'shtni ham yana qovurayotgan paytingizda piyozingiz yana ham battar qorayib ketib qoladi. Shuning uchun oldin birinchi bo'lib go'shtni qovurib olamiz, keyin piyozni solib, piyozni qizartiramiz. Ana o'shanda rangi unaqangi to'q bo'lib, ana me'daga tegadigan bir g'alati bo'lib, choyxona paloviga o'xshab qolmaydi. Choyxona palovni ham yaxshi ko'ramiz, lekin bugun biz to'y oshi qilyapmiz. Shuning uchun bizani oshimiz sal oqimtirroq, rangli bo'lib chiqishi kerak bo'ladi. Piyozimiz mana shunaqa olov rangi kirgandan keyingina sabzini solamiz. Undan oldin sovormanglar, bo'lmasam ranginglar umuman chiqmaydi, oppoqqina osh bo'lib qoladi. Hozir pishgandan keyin Xudo xolisa ko'ramiz, juda ham chiroyli bo'lib, o'sha tillarang bo'lib chiqadi nasib qilsa. Piyozimiz qizargandan keyin sabzini solamiz. Sabzini solgandan keyin eng asosiy bu yerda bilishinglar kerak bo'lgan joyi, sabzini umuman qovurmanglar. Sabzi soldinglar, ketidan sirazi suv solish kerak bo'ladi. Agar sabzini ham qovuradigan bo'lsanglar, yana xuddi shu narsa choyxona paloviga o'xshab qoladi. Ozgincha rangi to'qroq bo'lib qoladi. Suvni sal ko'proq sovurganinglar yaxshi. Men 2 kosa, 2,5 kosa taxminan suv soldim. Sababi uzoq vaqt qaynaydi. Qaynaganda o'sha suv qurib qolmasligi uchun iloji bo'lsa suvni sal ko'proq solganinglar yaxshiroq hisoblanadi. Suvni solganimizdan keyin, suv qaynab chiqqandan keyingina no'xatimizni solamiz. Undan oldin solsanglar, no'xat nima deydi, qotib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun iloji bo'lsa suvni qaynatib olib, keyin no'xatni solinglar. No'xatni solgandan keyin ustiga mana shunaqa pela yoki kosa yoki shunga o'xshash narsani yopib qo'yishinglar kerak. Chunki no'xat o'ziga suvni juda ham ko'p shimadi. Agar u och o'tiradigan bo'lsa, ya'ni ustida turibdi, och o'tiribdi, u parlanib qovuradi, shuni hisobiga suvni shimolmay qoladi. Uni usti yopib tursa, tezroq suvni shimadi va tezroq yumshab, yaxshi bo'lib pishadi xudo xolisa. Endi xuddi shu holatda taxminan 1-1,5 soat, uzoq 2 soatgacha qaynatamiz. Sababi yaxshilab pishib olishi kerak, go'shtlarimiz pishishi kerak, no'xatimiz pishishi kerak. Shuning uchun uzoqroq vaqt qaynatamiz. Shu joyda bilishinglar kerak bo'lgan eng asosiy narsalardan bittasi, no'xatni solganimizdan keyin ungacha ham tuzni solmay turamiz. Sababi tuzni soladigan bo'lsak, shunaqa xususiyati bor, no'xatni tuzni shimib olish xususiyati bor va u yana qotib qoladi. Ya'ni pishmay qoladi. Shuning uchun oldin no'xatni pishirib olib, ana undan keyingina tuzni solganimizda effekti yaxshiroq bo'ladi. Mana qaynab turibdi. Endi no'xatni ochib turib, no'xatni tarqatib yuboramiz. Sabzini tagiga iloji bo'lsa tiqib yuboramiz. Ana undan keyingina tuz solamiz. Tuzni odatda endi tabga ko'ra deyiladi. Men endi shu qilib turib o'rganib qolganligim uchun odatda shu
ovqatimizga 15 gramm tuz soldim. 15 grammingiz bu taxminan kichkina qoshiqda 3 ta qoshiq hisoblanadi. Yana suv solib ozginchagina endi bu safar qozonning ustini yopib qo'yib bemalol dimlab turib qaynatishimizga kerak bo'ladi. Sababi o'sha tepasida turgan sabzilari ham hammasi yaxshilab pishib olishi kerak bo'ladi. Zirvagimiz taxminan 1-1,5 soat qaynadi. Endi mayizni solsak bo'ladi. Sababi mayizni iloji bo'lsa damlashimizdan 1 soat oldin solganimiz yaxshi. Agar uni boshda soladigan bo'lsak, ivib ketadi va deyarli yo'q bo'lib ketadi. Mayiz mazasi umuman sezilmaydi ham, og'zimizda bir ipir-ipir bo'lib g'alati bo'lib qoladi. Guruchni ham shu vaqtda ivitib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Dimlashinglardan taxminan 1 soat oldin guruchni ham ivitib qo'yasizlar va mayizni ham ovqatga solib, yana 1 soat taxminan qaynatamiz. Mana ovqatimiz yaxshi qaynab turibdi. Endi bu yog'iga guruch solsak ham bo'ladi. Guruchni yaxshilab atrofiga bir xilda qilib terib chiqamiz. Guruchni solganimizdan keyin iloji bo'lsa ustida mana shunaqa ozginchagina ko'mib turadigan bo'lib, suv bo'lib turishi kerak. Agarda suvingiz sal kamroq bo'lsa, yana ozgincha shunga mos bo'ladigan suvni ustidan solishingiz kerak bo'ladi. Faqat bo'ktirib qo'ymanglar. Mana suv bilan guruch bitta darajada turishi kerak. Taxminan ustidan ozginchagina suv ko'rinib tursa bo'ladi shu narsa. Endi guruchimizni terib chiqqandan keyin olovimizni sal balandroq qilamiz. Sababi baland olovda suvni yaxshilab qaynaganida guruch hamma suvni o'ziga shimib olishi kerak bo'ladi. Taxminan bu holatda 10 minut qo'yib turib, ustini yopib qo'yamiz va dimlab qo'yamiz. 10 minutdan keyin ochamiz. Mana ochganimizda ko'rib turibsizlar, suv deyarli qolmagan, lekin chetlaridan yaxshilab bunday ezib ko'riladigan bo'lsa, suv baribir borligi, tagida turganligi seziladi. Endi bunaqa paytda nima qilish kerak? Endi o'zi ko'proq guruch bo'ladigan bo'lsa, taxminan 1 kilo yoki 1,5 kilo damlanayotganda guruch tepalari yaxshi pishmay qolganligi uchun odatda aylantiriladi. Bu yerda guruch kam bo'lganligi uchun taxminan ustidagina sal tagiga o'girib qo'ysak ham bo'ladi. Unaqa aylantirib tashlashinglar shart emas. Lekin baribir joyini o'zgartirganinglar yaxshi. O'shanda bir xil bo'lib guruchimiz pishadi. Guruchni dimlash vaqti hammada har xil, bir xilli aniq vaqt aytadi, yarim soat yoki 40 minut dimlash kerak deydi. Men har doim aytaman, guruchni o'zini pishish darajasi bor. Uni o'sha guruchni bunday mana 10 minut damlaganingizdan keyin ma'lum bo'ladi. Qo'lingizga olib bunday ezib ko'radigan bo'lsangiz, agarda guruch qo'lingizga botadigan yoki sinadigan darajada bo'lsa, demak hali pishmagan. Yana damlashimiz kerak 10 minut, 15 minutcha. Agarda o'sha yumshoqqina bo'lib, o'sha rezinkaga o'xshab turadi taxminan, ezganingizda ezilib ham ketmaydi, lekin sinib ham ketmaydi. Mana bu yerda o'sha guruch yetilgan hisoblanadi. Ana bunda o'sha oxirgi dimlashga o'tsak bo'ladi. Bizning holatimizda guruchimiz kam bo'lganligi uchun tezda bu yetildi. Shuning uchun endi oxirgi dimlashga o'tamiz. Oxirgi dimlashimizda shu chetlarini yaxshilab taxlab, orasini ochib, iloji bo'lsa yana ozginchagina suv solib, ziralarni yaxshilab solib, eng oxirgi dimlashga o'tamiz. Bu safar 15 minut dimlandi. O'shanda birinchi dimlashimiz 10 minut bo'ldi, ikkinchisi 15 minut bo'ldi. Taxminan 25 minut dimlangan hisoblandi. Oxirgi dimlashimiz 15 minut bo'ldi. Qo'limizdagi mana guruchni olib bunday ezadigan bo'lsak, ezilib ham ketmagan yoki pishmay ham qolmagan. Mana shu eng ideal pishishi hisoblanadi. Ana shu holat bo'lsa, demak guruchinglar yetilgan hisoblanadi. Bunaqa holatda bemalol o'sha oshni sutsanglar ham bo'ladi. Oshni suzishdan oldin endi bir xil oldin guruchni suzib, tagidan keyin ustidan sabzisini, keyin go'shtini suzishadi. Men unaqa narsani yoqtirmayman. Yaxshilab hammasini aralashtirib tashlash kerak. O'shanda ranglari ham bir-biriga o'tadi, ham o'zi ham singiydi, tuzlari bir-biriga o'tadi. Juda ham yaxshi chiroyligina bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yaxshilab aralashtirib tashlayapman. Tagiga olmagan. Allohga behisob shukr. Endi chiroyli qilib buni suzib olamiz. Shuni bilishinglar kerakki, olovi faqatgina go'sht qovurgan paytimizda va suvni qaynatayotgan paytimdagina baland qilib qo'yganman. Boshqa paytda, masalan, suvni uzoq vaqt qaynatganimizda 1,5-2 soat qaynaydi deb aytildi. Bunaqa paytda o'rtacha yoki o'rtachadan pastroq qilib turib va keyin guruchni birinchi dimlashimda o'rtachadan sal balandroq qilib turib olovni balandlashtirdim. Ikkinchi dimlashimda bo'ladigan bo'lsa, olovni o'rtachadan salgina pastroq qilib turib dimlanildi. Bo'lmasam tagiga olib ketish ehtimoli bor. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Ovqatimiz juda ham chiroyli chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kelajakda yana boshqa turlarini, samarqandcha osh yoki choyxona palov qilishlarni ham Xudo xolasa qiladigan vaqtimizda bitta qilib videolarini qo'yamiz. Qo'shimcha tilaklaringlar yoki bir nimadirlarni qilishni tavsiya qiladigan bo'lsanglar, kommentariyalarda yozib qoldirishinglarni so'raymiz.